Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz hurmatli obunachilari. Bugun ko'chmas mulkimiz xudo xolasa Aryapotskida bir qavatli 200 kvadrat hovli joyini sizlar hozir donishtirib o'tamiz yurtdoshlar. Oldilari yurtdagi otizlarimiz ham bor. Fasad qismi girgandan dam eshik, prixoshka zonasimiz o'tilgan, hamma narsasi bor. Konditsioner ham hammasi bor. Yurtdoshlar, tak bu yerimiz girarsak bismillahirrohmanirrohim deb girdik. Yeda prixoshkasi. Bu yanımızda prixoshka mebelimiz ham turibdi ekan. Girgandan donanamiz bo'ladi. Mana donanamizni ko'rib tursangiz deyin. Xudo xolasa. Konditsionerimiz turibdi. G'ollab xolaslar to'shab turibdi yurtdoshlar. Bu yanımıza kelaversak, bu yanımızda ishning bir xonalari ishning bir oddiyni olingan ekan bu yerimiz. Dan xona olingan. Yurtdoshlar, bu yerimiz samozel hojatxonasi bo'ladi. Hamma narsasi tayyor holda turibdi. Kirmachinimiz ham turibdi yurtdoshlar. Bu yanımıza kelaversak, bu yanımızda xudo xolasa, bu yerimizdan bir xonasi, ya'ni spalnisi bo'ladi endi. Oynalarimiz ko'chaga qaragan atsa. Bu yerimizda shkaf ham turibdi ekan. G'ollari, hamma narsasi to'shaq turibdi. Fon holatida turibdi, eshiklarimiz taxta eshiklar. Bu yanımızda yana bir xonasi. Yurtdoshlar, e'tibor etib ko'ringlar shularni, hammasi oynalari atiza qaragan, ichkariga qaragan oynasi yo'q lekin hammasi atiza qaragan ekan. Ben köp bir yarım pul alada bo'ladi. Atısı ki aynası neye qargan bo'ladi ichkariga. Bu yerimizda atıza chiqib ketadi o'n eshikka. Bu yanımıza kelaversak, bu yanımızda xudo xolasa ayollarimiz uchun oshxonasi. Narx ekranda yozib turadi. Videomizni o'tkazmasdan to'liq ko'ringlar. Undan so'ng narxcha deb so'rab o'tirasizlar. Yurtdoshlar uchun bir ajoyibgina kattaligi, bir qavatli kattaligi katta joyimiz bu endi. Yurtdoshlar, как bir planning qurilgan ekan. Bu yanımıza kelaversak, xudo xolasa, bu yanımızda endi otizimizdan ko'rsatamiz. Otizimizdan chiqqandan keyin bu yerimizda bir kladopka bor. Kladopkasi ham katta, normal holatda. Otizlarimiz hamma narsasi tayyor. Yurtdoshlar, narx ekranda yoziladi. Like, podpisatsiyani qo'yamanglar. Do'stlarga tarqatishdan yoddan chiqarmanglar.